Assalomu alaykum barchangizga. Sizlarni yaxshi kunda ko'rib turganimdan xursandman. Inson tanilishi mumkin. Ko'pchilikka tanilish nasib etishi mumkin ekan. Xoh u ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, xoh san'atkorlar, xoh blogerlar bo'lsin. Ko'pchilikka tanilish nasib etadi. Faqat u qay yo'sinda tanilish mumkin, ammo sevikli bo'lish hammaga ham nasib etmas ekan. Sirojiddin Media haqida chiqishlar qilib kelayotgan bo'lsam, izohlar bo'limida izohlar yozilgan. Mana shularni AI xulosasida, ya'ni YouTube'ni AI xulosasi shuni ko'rsatyaptiki, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Sirojiddin Media qanchalik xalqni mehrini qozongan ekan. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Insonlar nima uchun Sirojiddin Mediaga bunchalik mehr qo'yishgan? Tasavvur qilyapsizmi? Barcha izohlarga qaraydigan bo'lsangiz, deyarli 99.9% Sirojiddin Mediani xalq qo'llab-quvvatlayapti. Bu hammaga ham nasib qilmaydi. Albatta qolgan blogerlarga hurmat saqlagan holatda aytamizki, deyarli Sirojiddin Mediaga aloqasi bo'lmagan videolarni ham izohlarini qaraydigan bo'lsangiz, Sirojiddin Media haqida yozishyapti. Bekordan bekorga yozishmayapti. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz, bilasizmi? Nafaqat bu Sirojiddin Mediani qilayotgan ishlari, qilgan ishlari, balki uning mana shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zini tutishi, xarakteri, odobi bu insonlarni qalbiga chuqur yetib borgan. Insonlar mana shu Sirojiddin Mediani ko'rar ekan, videolarini tomosha qilar ekan, 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol tomosha qilishi mumkin. Deyarli negativ yozgan insonlarga ham juda ham odob bilan javob qaytaradigan va jahlini jilolay biladigan inson. Bu nafaqat Sirojiddin Media bloger, balki professional jurnalist mutaxassisligi. Sirojiddin Mediani 100% oppoq, xatolari yo'q demaymiz. Agar Sirojiddin Media xatosi yo'q inson bo'ladigan bo'lsa, unda u farishta bo'lib qolardi. Demak, xatolari bor. Bandaki bandani xatolari bo'ladi, ammo Sirojiddin Media xalqning qalbidan chuqur joy egallagan halol insonligini bu mana shu xalq izohlarda yozib qoldiryapti. Nima deb o'ylaysiz? Insonlar nima uchun qidiryapti? O'zi sevgani uchun qidiryapti. O'zi mana shu blogerni hurmat qilgani uchun shunchaki yozib qo'ymayapti. Uni qidirishyapti, izlashyapti, kutishyapti. Har kuni yangiliklar kutishyapti. Tergov harakatlariga xalaqit qilmaymiz biz. O'shaning uchun bu haqda fikr ham bildirmaymiz. U insonni ijodiga baho beramiz va qilgan ishlari xalqni mehrini qanday qozonganini gapirib o'tsak to'g'ri bo'ladi. Ba'zi insonlar borki, o'zini oqlashga harakat qiladi. Qanchalik o'zini oqlamasin, u insonlarni shunchalik asl yuzi ochilib ketaveradi. Sirojiddin Mediani qanchalik qoralasangiz, shunchalik uning yaxshiligi ko'rinib boraveradi. Uning yaxshiliklari chiqib kelaveradi. Uni qanchalik qoralasangiz, xalq uni shunchalik yaxshi ko'rib boryapti. Balki xalq deb men noto'g'ri gapirayotgan bo'lishim mumkin, chunki bu meni fikrim. Ammo izohlarda shuni yozyapti-da. Mana shu videoni ham izohlarini ko'ramiz. Qani xalq nima deb yozadi? Xalq demaymiz, deylik Sirojiddin Mediani tanigan insonlar. Izohlarda yozib qoldiring Sirojiddin Media haqidagi fikringizni. Meni Telegramimga shunchalar ko'p SMS kelyaptiki, Sirojiddin Mediani men arizachisiman. Men Sirojiddin Mediaga murojaat qilganman. Faqat men hozir ko'rsata olmayman. Meni ishimni halol bitirib bergan inson Sirojiddin aka deb yozayotgan insonlar juda ham ko'p. Har bir ishda hikmat bor. Sirojiddin akani mana shu boshiga tushgan mushkulotda ham bir hikmat bo'lsa kerak. Har bir ishdan yaxshilik qidiramiz. Hammasi yaxshilikka. Xudo xohlasa Sirojiddin Media ozodlikka chiqadi deb umid qilamiz. Odil sud o'z hukmini o'qiydi va tergovchilar ham mana shu ichki ishlar xodimlari ham odilona ish olib borishyapti. Xudo xohlasa hammasi yaxshilikka bo'ladi. Inshaalloh Xudo xohlasa Sirojiddin akani mana shu o'zini YouTube kanallarida diydor ko'rishasizlar. Sirojiddin Media qanday inson? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.